Alipay dasturidan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Bugun biz iPhone telefonida qilganmiz, Android telefonida ham bir xil bo'lib o'tar ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Buning uchun bizlarga Alipay ilovasi kerak bo'ladi. Hamma ilovalar kabi telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tiladi. Bu yerga o'zimizni telefon raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi va bizga SMS kod keladi. Shu nomerni kirgizishimiz kerak bo'ladi. SMS orqali kodimiz keldi va bu kodni biz kirgizib olamiz. Kirgizganimizdan so'ng avtomatik ravishda profilimiz ochilgan bo'ladi. Va bu yerda hech narsasini o'zgartirishimiz kerak emas. Shunday holatda tursa ham bo'ladi.